Homiladorlikda miyoma qachon xavfli, qachon xavfsiz? Mana qaranglar, hozir ayolimizning miyomasi papiridniy stenkada joylashgan, oldingi devorida joylashgan 7 santimetrlik miyoma bizada. Endi hozir sizlarga ko'rsataman ish jarayonidan nimasi bilan xavfli. Вот platsenta peridniy stenkada joylashgan, oldingi devorda, orqa tarafida miyoma joylashgan. O'sha uchun platsentani orqasida joylashganligi uchun bu o'zi 2 santimetrli miyoma edi. Hozir 1 oyda ichida 7 santimetrli miyoma bo'ldi. Sababi platsentaga qon oqimi yaxshi keladi. Kravatok platsentada cho'tki, o'sha uchun miyomada ham qon aylanish zo'r bo'ladi. O'shanga bizada miyomamiz barqaror o'syapti. Ko'rdinglar, joylashgan o'rniga bog'liq. Вот, задний stenkada ham miyoma bor. Задний stenkadagi miyomamiz kichkinagina miyomachi, mnogouzlovoy miyoma bo'ladi. Задний stenkadagi ayolga mumkin bo'lmagan narsalar, vitaminni B komplekslar mumkin emas, issiq mumkin emas.